Salomatmisizlar. Bugungi darsimizning mavzusi butun ko'rsatkichlik daraja. O'tgan darslarda biz sizlar bilan A darajasi n ni o'tib ketgandik. U deganimiz A ni o'ziga n qatim ko'paytirish bo'lgandi. Endi bugun bo'lsa biz salbiy darajani qarashtiraylik. Masalan, bizda agar A darajasi -2 bo'lsa, uni biz qanday chiqaramiz? Ashuni o'rganaylik bugun. Masalan, 3 darajasi -2 bo'lsin. Buni ko'pinchimiz 3 ning kvadrati 9 deb minus bo'lg'ashqa -9 deb yozib qo'yishimiz mumkin. Bu xato. Biz salbiy darajaga chiqaramaymiz. Shuning uchun biz A darajasida -n ni 5 da mayt ko'rmaydigan biri bor. O'sha vaqtida kasrni o'rin almashtirib 1 bo'lingan A уже darajasi ijobiy n bo'lib qoldi. Mush formulani ishlatsak, o chaqda 3 darajasi -2 ni biz 5 da 1 bo'lingan 3 ning kvadrati deb ijobiy qo'yilib, endi 3 ni kvadratlasak 9 chiqadi deymiz. Shu vaqtida nima deymizki biz butun salbiy ko'rsatkichlik darajani kasrga almashtirish deb atildi. Mana bizning eng formulamiz chiqdi mashada. Endi vaqtda birinchi hisobdan boshlaylik mayda. Buni berilgan sonlarni asosiy 5 dan 1 bo'ladigan daraja turida yozinglar deydi. Shu vaqtda 5 degandan boshlaylik. 5 deganimiz u 5 dan 1 ning qanchinchi darajasi deb so'radi. Endi biz nima edi? 5 chiqish uchun biz 5 dan 1 ning darajasi mega -1 deb yozsak, abeki formula bo'yicha nima dedik? A darajasi -n deganimiz 1 bo'lingan A darajasi n. Shu chaqda 5 dan 1 ning -1 darajasi deganimiz biz 5 dan 1 ni o'rin almashtirsak 5 qoldi. 5 ning birinchi darajasi в общем 5 o'zi. 25 ni ko'raylik. 25 deganimiz 5 dan 1 ni o'ziga qancha qatim ko'paytsak 25 chiqadi. Masalan, prosta 5 bo'lgan bo'lsa 5 ning kvadrati dedik, u 25 chiqadi. Biroq bizda 1 dan 25, 5 dan 1 ni kvadratlasanglar 25 dan 1 chiqadi. Ya'ni ikkisi bir-birisiga teng bo'lish uchun biz nima qilamiz ki? Bu yerda 5 dan 1 ning darajasiga -2 deb yozsak, u vaqtida kakraski minus degankin 5 dan 1 o'rin almış 5 qoldi. 5 ning kvadrati 25 o'zi. Shundaqla 625 ni qarashtirib o'taylik. U bo'ldi 5 dan 1 ning darajasi minus sразу davomimiz, чтобы buni 5 dan 1 ni 5 qilib o'tish uchun minus keldi-da. Va 625 deganimiz 5 ni o'ziga 4 qatim ko'paytsanglar 625 chiqadi. Qanday men yaxshi anglatamsizlar? Davomlashtiraylik. 5 dan 1 уже bor. Endi 25 dan 1 ni ko'raylik. 25 dan 1 ni biz 5 dan 1 ning уже mayda ijobiy 2 deb yozsak, как раз таки 5 dan 1 ni 5 dan 1 ga ko'paytsanglar 25 dan 1 chiqadi. Endi nima deydi? 125 dan 1 bo'lsa, u bizda 5 dan 1 ning endi bir любой darajasi 1, shuning uchun biz tirnoq evilib, mush kasrning hammasini mega 3 deb qo'ysak, 5 dan 3 ning kubi 125 dan 1 chiqadi. Oxirgisi qoldi 625 dan 1. No, уже вы догадываетесь, bu bo'ldi bizda 5 dan 1 ning ijobiy darajasi 4. Ketdik dalsha butun salbiy ko'rsatkichlik darajani kasr bilan almashtiringlar. Shuni esa biz har qachon mega yozib turamiz hozircha. Agar bizda A darajasi -n bo'lsa, biz uni 1 bo'lingan A darajasi n deb darajasini ijobiy qilamiz. Shu vaqtida 25 darajasi -1 deganimiz u bizda mayda ko'rinmaydigan biri bor. Shuning uchun o'rin almashdi 1 ustiga chiqdi. Mayda qoldi 25 ning darajasi 1. Endi darajasi 1 ni yozishning hojati yo'q. 3-chi hisobda mayda shu ko'rinmaydigan bir bor dedik. Shu vaqtda o'rin almashtirsak, biroq minus saqlanib qoldi. Пока что minus 2,5 dan 1 ning kvadrati. Endi birinchi darslarimizda bo'lgan ismlarni sepib qo'yaylik. Minusni kvadratlaganda 2 minus plus bo'lib ketdi, ijobiy bo'ldi. Qoldi prosta 2 dan 1 ning kvadrati. Endi uni kvadratlab etsanglar
ikki variant bor. 1ning kvadrati 1 deysizlar, 2,5ning kvadrati 6,25 deysizlar. Yoki bo'lmasam 2,5 ni oddiy kasr turiga aylantirib olsak, o bizda bo'ldi. Aralash kasrda 2,2dan 1, noto'g'ri kasrga aylantirib olsak 2dan 5 qoldi, durustmi? Bu vaqtida biz men degan bir variantni ko'rsatib o'tay. Shu vaqtda minus 2,5 ning darajasi minus 2 bo'lganda biz oldin ola buni 2,5 ni 2dan 5 deb noto'g'ri kasr turida yozib olib, keyin minus tug'ashqa kasrni almashtiramiz deb minus 5dan 2 ning kvadrati deb yozib olib, endi 5dan 2 ni kvadratlayotsanlar 25dan 4 qoldi. Razm deb o'ylamanglar, 1 ni 6,125 ga bo'lsanglar, qaranglar, bu yerda shuli chiqadi. 10lik kasrga bo'lganda 1 2 ga almashtiramiz 625. Mayda bo'ldi 100. Endi 100 bilan 625 ni 25 ga qisqartib etsanglar, mayda bo'ldi mahrajida 25, suratida 4. Ko'rdingizmi? O'xshash. Yaxshi anlayapti demsa, yaxshi davomlashib turayotgan vaqtida. Uchinchisi bu yerda deydi 2 endi tushundinglar-da, bizda agar aralash kasr bo'lsa, biz uni oldin ola noto'g'ri aylantirib olamiz. 3 dan 6 1ni qo'shib etsak 7. Darajasi minus 3. Keyin salbiy daraja bo'lg'achqa kasrni o'rni almashtiramiz. Bo'ldi 7 dan 3 ning kubi. Endi kasrni darajaga chiqarish deganimiz suratini va mahrajini shu 3-darajasiga chiqaramiz. Shu vaqtda 3 ning kubi 7 ning kubi deb yozib qo'ysam bo'ldi. 3 ning kubi 27. Endi 7 ning kubi 7 49. 49 ni shu 7 ko'paytirib etsak 63 6 oyda 28 6 ni qo'shsak 34 bo'lamda 343. Так, qaysi bo'ldi? Endiki hisob, shul hisoblanadi dedi. Bu yerda уже ko'rdingizmi, ya'ni sonlar bor. Bizda qaranglar, bizda qo'sh degan amal bor, plus degan, elish degan bor, bo'lish degan bor va ko'paytirish bor, durustmi? 4 amalga bizga endi daraja deb yana bir amal qo'shildi va shu 5 amalning eng birinchi o'rinligini u daraja. Albatta tirnoqlar bu tirnoqlarni chiqaramiz. Пока что bizda bu yerda ko'paytirilgan va daraja bo'lgan keyin 5 da mono darajani chiqarib olishimiz kerak. Shu chaqda 3 turib tutsin deymizda 12 darajasi minus 2 deganimiz o bizda o'rin almashsa bek formula bo'yicha mayda 1 degan yuqori chiqdi, mayda bo'lsa 12 ning kvadrati bo'ldi. Shu vaqtida 3 ni 1 ga ko'paytirib etsanglar 3 12 ning kvadrati. Endi men пока что 12 deb yozib qo'yay, mendan sababi 12 bilan 3 qisqaraydi ekan. Shu vaqtida qoldim 12 ni 3 ga bo'lasanlar 4, 4 ni 12 ga ko'paytsanlar 48 dan 1. Hozir tashlab turinglar, keyin обязательно uyda yozib olsizlar. 3-hisobida shuli bizda a darajasi minus n teng 1 bo'lingan a darajasi n formulasini ishlatamiz. Shu vaqtda 3 darajasi minus 2 deganimiz 3 dan 1 ning kvadrati deymiz. Давайте сразу 3 ning kvadrati mega 1 deb yozib qo'yaylik. Minus meydiki minus turib tutsin. 3 darajasi minus 1 ni biz 3 dan 1 ning darajasi 1 deb yozamiz. 1 ni yozmasak ham bo'ldi. Shu chaqda bizda qaranglar 3 dan 1 ning kvadrati 9 dan 1. Meyda minus уже plus bo'lib ketdi. Endi обычный kasr. 9 dan 1 ga 3 dan 1 ni qo'shsanglar, mahraj 9, mega 3 keldi, mega 1. Shu vaqtida bo'ldi 9 dan 4. Voy, kechirsizlar, men endi o'chirib yutay. Katta xudolishi 5-inchisi 3 ko'paytirilgan 4 darajasi minus 2 nimda 4 ning kvadrati yozamiz, emaki 1 ni yozamiz. Plus 2 darajasi minus 3 ni
2'nin kubi məxrəci düşüdü, sürətdəki 1'ni yazmamız. Yəni, şunu qaytılатmı? A dərəcəsi minus n deganimiz 1 bölünген A dərəcəsi n. Şu vaxt sizlər görüyorsunuz, kəsir bolsa, məsələn, A bölüngen B dərəcəsi minus n bolsa, nem qılmamız ki, kəsirin orunu almışdırıblar, A'dan B'nin dərəcəsi plus n bu qaldı hoca. Hesaplayıb deyiləm. 4'nin kvadratı 16, 3, 2'nin kubi 8, 16 bilen 8'nin məxrəcisi əlbəttə 16 özü. M'ye 2, M'ye 1 keldi. Şu vaxtda da 3 ki 2'ni qoşub etsənglər 5 çıxdı. Hesaplan, oy, minuslar çıx bolğanda başlandı bizning putanicamiz. Qaranglar, bunu minus tırnaqla aldı. Onu köçürüp yazayım. M'de biz 2,10'dan 5 ben köçüp koydum. Bu bizde 2,2'dan 1 yoki bo'lmasa 2'dan 5. Уже oyda chiqaralaydigan narsa, поэтому biz сразу minus 2'dan 5'ni kvadratlasak minus 2. derecesi chiqarganda biz eng birinchi derecesini plus qilishimiz kerak. Shuning uchun biz buni 2'dan 5'ni o'rni almashtirib 5'dan 2'ning kvadrati. Qaranglar, biz hozir пока что только buni minus 2'ni plus qilyaptik. Shuning uchun 2,10'dan 5 degan 2'dan 5'ni o'rni almashtirdik. 5'dan 2 bo'ldi. Biroq buni ichidagi minus turdi hozircha. Qo'shilgan bu yerda mushuliga o'rni almashtirayotsak 2'dan, oy, minus unutmayli, 2'dan 5'ning уже plus kvadrati. Endi kvadratlaymiz. Kvadratlaganda qaranglar. Buni skobkani oldiga minus ko'chirib yozamiz. Biroq tirnoqning ichidagi minusni plus, oy, jub dərsiga chiqarganda minus minus plus bu ketdi deymizda 5'dan 2'ni kvadratlayib atsanglar 25'dan 4 qoldi. Plus mayda buni ichidagi minusning kvadrati plus 2'dan 5'ning kvadrati 4'dan 25. Məxrəcini berib etəli, umumi məxrəc 25, əlbəttə 25, 4'dan 25'nin aralaş kəsirgə aylanırsalan boldu. Bırak bir yerdə çoğunsa bulmağaş qılarını sırası umumi məxrəcisi 100 deb 100'ni evitəli. Şu vaxt deməyə keldi 4, məyə 25. 4'ye 4, 16 unutmayımız minusu batdı. 25'ni 25 köpetsek 625. Şu vaxt boldu 100'den 625'den 16'nı alsanlar 609. 609'nu 100'ge bölsənlər 6,100'den 9 çıxdı. Düşünüşdükmü? Pluslarını qoyuyorlar, düşənsənlər. Əndiki hesabda şular bir yerdə qaranlar. Yanılıb onu minus turubdusun. 5'de 4 dərəcəsi minus 3'ni 4'nin kubi 1 deb yazıbamız. Şo, əndi dərəcəsi icabi boldu. Qoşulğan bir yerdə qaranlar. Minus 2 tırnaqның içidiki durusma. Şunun üçün bizdə bunu minusni, bunu plus sırası köpəyetsək, boldu minus deb, məyə sırası minus yazılsaq boldu. Minusның kvadratı plus deməyimiz, bu səbəbi bu minus 2 только 5'ten 4'ge təalluq. Bunu minusqa heç qandaq alaqısı yox. Şunun üçün deb yazmamız ki bir yerdə. Əndi minus tuğaşqı 5'ten 4'ni o'rni almışsaq 4'ten 5'nin kvadratı bo'ldi. Hesaplayıb etəylim. Minus 4'nin kubi 4'ye 4 16, 16'ın 4 köpəyetsənglər 64. Minus 64'ten 1 elinğan məydə bölündüğünün dərəcəsi degan hər birisini kvadratlayımız. 5'nin kvadratı 25, 4'nin kvadratı 16. Главное, hazır bunu dərəcənin xüsusiyyətlərini bir-birisiga çatlaşdırmaqlar. Şikəlsi minus bu qaldı. Поэтому minusunu yezdəməyə 64 bilan 16'nın məxrəcisi 64. Bu yerə 4 gəldi, məyə 1. Yəni biz minusunu çıxırıb ətkəndik ki, məyə sразу 1 plus yazma. 25'ni 4 köpəyətib etsək 100. Şu vaxt boldu. Nimişki, конечно, могла написать minus 1 minus 100. Бірақ mən minusunu kəsirini aldıraq çıxırıb etdim. Şunun üçün məyə plus qoydum. Şu vaxtda da boldu 101'ni bölümüz ki 64'ge. Natoğra kəsir bolğan ki 1 bütününü çıxırıb almız. Əndi 101'ni 64'ni alsanlar 36, 37 bu atamda.
u yerda qo'shish elish deydi. Qayda u qo'shish elish? Savollarni qo'ygan hisobning nomeriga yozib qo'yinglar. Men sal oldiga ketib qo'yapman bu yerda. 6.6 deydi. Menda shul yani 3 ko'paytirilgan -4 ni kvadratlasak, значит bizda bo'ldi -4 ning Şöyle yazay. -1 bölüngen 4 ning kvadrati plus 5 derecesi -1 deganimiz 5'ten 1. Endi -4'ten 1 ning kvadrati 16'dan 1. 3'ga ko'paytib etsek, çapsan devatmay oңай, потому что 16'dan 3 qo'shilgan 5'ten 1. 16 ve 5 öz ara addi sanlar deb atıldı. Ularning umumiy ko'paytkichisi yo'q. Şunun için məxrəcini tepiş için biz 16'nı 5 köpəyetimiz. 50, 30, 80 oldu ki. 80 16 gibi bölsələ qoymamdan 5, meyde 16 geldi. Endi 15 ki 16'nı qoşub etsək 80'den 31. İfadələrini kəsir türündə yazınlar deydi. A dərsi -1'ni biz 1 bölüngen A deb yazmız. Plus B derecesi -1'ni yaxşı yadlayabilirler. Bunu selbi derecelerine 1 bölüngen B deb yazmız. Endi A'dan 1 ve B'den 1'nin umumi məxrəcisi AB özü. Meyge B kesi, meyge A kesi. Men yazışım gerek B plus A. Biroq qo'shilg'ichlarning o'rin almashtaq hech kim bo'lmaydi. Shuning uchun men A plus B deb yozib qo'yaman. Все, hisob bitdi. Mana kasr turida yozib qo'ydik. Kechirsizlar. Ikkinchi hisobda x deydi plus y derecesi -1'da 1 bölüngen y plus plus emaskan ko'paytirilgan x derecesi -1'ni 1 bölüngen x qo'shilgan y deymiz. Ikkita tirnoq bo'lganki 5'da har birini o'zining məxrəcini keltiramiz. Meyda birinchi tirnoqda məxrəci y ekan. Y meyga 1 ko'paytib etsak oldu x, y plus 1. Ko'paytirilgan umumiy yuz qo'yaverib, ikkinchi tirnoqning məxrəcisi x, shu vaqtda meyga keldi 1 meyga y bo'ldi 1. Ikkinchisi plus bilanmi? 1 plus 1 plus x, y. Nemishki men meyga y deb yozib qo'ydim. X 1 plus x, y, 1 plus x, y. Şu çağda qaranglar, bunun üstüdeki kasrning suratidagi tirnoqlar o'xshab qoldi. Biz buni 1 qo'shilgan x, y ning kvadrati deb yozib qo'ysak bo'ldi-ki, məxrəci bo'lsa x, y qoldi. Tak 6 6'nın 7'si deydi. Az qaraydı. 6 6'nın 7'si. Altta toçka 6'nın 7'nci hesabıda qo'shishtirdi. Emaydi plus turdi. Mana plus qaldi. Plus qaldi. Yalnızken bir san minus bir san plus bo'lgan biz cho'ng sandan kichik san ep cho'ng sanning belgisini qo'yamiz. Şunun için 625'ten i ettik 16'ni. Endi nomer 6.8'de kesirni bütün ko'rsatkichlik derece turida yozinglar deydi. Bizda bu yerda kesir turdi, durustmi? Shu chaqda biz buni endi kesirni evitish uchun buni c kvadrat x ning kubi məxrəcida ijobiy bo'lib daraja bilan turgan ekan, biz buni məxrəcidan suratiga, nevajno, suratidan məxrəciga, məxrəcidan suratiga yo'tkaganda har qachon darajasiga qarama-qarshi belgi keldi. Shu vaqtda qaranglar. 2ab kvadratni ko'chirib yozmizda məxrəcidagi c kvadrat suratiga tushganda o'sha bo'ldi c darajasida -2. X ning kubini məxrəcidan suratiga chiqarganda bo'ldi x ning darajasi -3. Shundaqla вы могли masalan 2ni qo'yib da c kvadrat x kub qilib qilib a bağı a suratidan məxrəciga tushasanglar a darajasi -1 bo'ldi. B kvadratının suratidan məxrəciga tushganda b darajasida -2 bo'ldi. U kerak emas, просто на всякий случай yozib
qo'yay deganim bu yerda. Şoqda nima edi? X minus kub. Bu yerda 4 ni ko'chirib yozamiz. X plus y ning kubi bo'lsa, x plus y ni suratiga chiqqanda endi darajasiga minus keldi. Son qilib qoldi. Bo'ldi, shuni bilan darsimiz oyoqlashdi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib qo'yinglar. Ders tushunishli bo'lsa, like, bosib qo'yishni unutmanglar.